Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Oxirgi kunlari xalqimizning orasida Qur'on to'g'riliq bir video tarqalmoqda. Bu videoda Qur'onni turki tilidan arablar ko'chirib va Ermitajda Uyg'ur tilida yozilgan Qur'onning bor ekanligini aytilmoqda. Nurg'un savollar paydo bo'lg'achqa tushuncha berishga to'g'ri keldi. Birinchidan, iman shartlarining asoslaridan biri Alloh taolaning kitoblariga iymon keltirishdir. Qur'oni Karim u payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Jibril farishta orqali Allohdan tushirilgan kitobdir. Qur'on to'g'risida boshqa e'tiqodda bo'lish odamni dindan chiqaradi. Arablar Qur'onni turklardan elib ko'chadi deb aytish Muhammad alayhisalomni inkor qilganlikdir. Shuning uchun bundaq e'tiqodda bo'lmasligimiz kerak qarindoshlar. Ikkinchidan, bu videoni chiqargan kim? Onun hech qanday bir dalil yoki asosi yo'q. Ermitajda Uyg'ur tilida yozilgan Qur'on bor deydi. Amaliyotda videoda Tashkent shahrida Hazrati Imom mechitining muzeyida saqlanib turgan 7-asrda Osman xalifaning buyrug'i bilan yozilgan Qur'onni ko'rsatmoqda. Bu Qur'on nusxasining tarixi ma'lum. Uni o'zgartirish hech mumkin emas. Üçüncüden, Uyg'urlarning islom dinini qabul qilishdan burun koni yezig'i bor edi. Bu yezig'ini keyin Mo'ng'ullar ishlatdi. Ammo videodagi kitob arabcha yozilgan. Undaq bo'lsa, bu kitobni Uyg'urlar emas, arablar yozgan. To'rtinchi, bu videoni tarqitish orqali musulmonlar orasiga irtga va fitna solganlik deb hisoblanadi. Çünkü dünya yüzündeki Müslümanlar Kur'an Muhammed Peygamber'e Arapça çürügenliğine itikat kılıdı. Bu videonu tarqatkanlar xuddi Kazak, Özbek, Kırgız, Türk ve başka Müslüman qarindoshlarımızga sizlarning e'tiqodinglar durust emas, sizlar Araplarga agechib ketdinglar, asli Qur'onni Uyg'urcha o'qish kerak deb aytganda ko'rinadi. Bu çoğun bir janjalga elib berishi mumkin qarindoshlar. Shuning uchun dinimizni buzib, gunohga batmay va o'zga xalqlarning oldida nadan ko'rinib, kulki bo'lmasligimiz uchun mushundaq asosi yo'q ma'lumotlarni tarqitishdan saqlanaylik.